Neşimizi davamlaştırıyoruz, hürmetli vatandaşım. Sizlerden isimlerde bolsa gerek 2010 yıllarda Wuhan kentide, Guangdong'un Wuhan kentide kent halkı qo'zg'alib o'zining yer ishiltish huquqi va yerga egdorchilik huquqini qo'g'dash uchun doirlar bilan keskin elishish, tashkillik oldi kurash qilishni boshlab o'tgan edi. Lekin oxirida mushu Wuhan kentining a'zolari xalqi g'alaba qilib bu kurash, bu namoyishlar shu vaqt to'xtagan edi. Bu qatam Wuhan masalasi yana o'tirg'i chiqdi. Leksiyaning mavzusi bunda. Dairler bösüp girip Wuhan kentide kişilerini kolga aldı. Qalliq to'qinish yuz berdi. Mavzuli xabar 9 ayning 13 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Shangang matbuotlarining xabariga asoslanganda Guangdong, Luping doiralari haftaning 2 kuni saharda zo'r bir turkum soqchi chiqarib, bir necha oydan beri yer huquqini qo'g'dash uchun to'xtamay kurash qilayotgan Wuhan kentiga bosib kirib, 10 necha nafar yezi kent fuqarolarini qo'lga oldi. Keyin kent a'zolari bilan soqchilar o'rtasida qalliq to'qinish yuz berdi. Saqchilar yosh oqquzis bombasini atdı. Nurg'un kent a'zolari yaralandı. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Luping viloyati saqchi taraf 9 ayning 13 kuni sahar soat 4 da zo'r bir turkum saqchi alaydi saqchi va qurolli saqchi qismlarni avatib, 6 ayning 19 kunida hozirgacha yer ishlatish huquqini qo'g'dab kurash qilayotgan Wuhan kentiga besib kirib, uyni oqtirib, nurg'un kishini qo'lga oldi. Saqchi taraf mundaq dedi. 6 ayning 19 kundan boshlab kent a'zolari Japafin, Zhang Shangqing, Yang Jinjin qatorliqlar o'ziksiz fitna fasod tarqitib, qo'rqitish, haqoratlash, majburlash usullari orqali kent a'zolarini tashkillab, to'plab, jamiyat tartibiga qatnash tartibi buzg'unchilik qildi. Bu tayyorlab olingan jinoyat shakllari. Qayerda namoyish, qayerda ko'tarilish bo'lgan bo'lsa, Kompartiya darhol tayyorlab chiqdi-da, qatnash qoidasiga buzg'unchilik qildi. Jamiyat tartibiga buzg'unchilik qildi. Mana bu bostirishning bir xil usul. Normal tijorat qilishga buzg'unchilik qildi. Maktablarni qalayma-qallashtirdi, dedi saqchilar. Saqchilar yana ogohlantirish berib, takrorlasimi yuqorqi so'zlarni, lekin bu kishilar quloq solmadi dedi saqchilar. Shunga saqchilar harakat qo'llandi deb ko'rsatdi Kompartiyaning saqchilari. Buningdan boshqa to'rbetga choplangan suratlarda oshkorlandiki, yaqinda bir Wuhan kenti a'zolari yer zaminni huquqini qo'g'dab, 9 ayning 8 kuni qo'lga olingan parxo'rlik qildi deb jinoyat ortilgan kent boshlig'i Len Zolianni aqlab, haftaning 2 kuni bu kentga bosib kirgan saqchilar bilan o'tirdi. Qalliq to'qinish yuz berdi. Bu kentida bir nafar kishi Amerika ovoz radiosiga telefon berib mundaq ko'rsatdi. Kentimizda shu familiyali kent a'zosi ayol yarasi og'ir bo'lganlikdan vafot bo'ldi. Yana boshqa bir nafar kent a'zosi odam o'ldi. Lekin isbotli qilib bo'lmayotdi dedi. Shu yerlik kent a'zolari mundaq ko'rsatdi. Bu kentga kirib ketadigan yo'llarni chaqchilar qamal qildi. Kentimiz qavatma-qavat qorshov ichida qoldi. Uyga qaytib tamoq yeyishga ruxsat qilinmadi. Maktablar o'qish tashladi. Telefon to'rbatlar uzib o'tildi. Bir nafar kent a'zosi mundaq dedi. Qurolli saqchi qismda avval o'q chiqadi. Biz ondan o'zimizni qo'g'dashga majbur bo'ldik. Kesak taşlarını yağdırdık. Oylasam saqchilar 3000 dan ortiq. Lekin kent a'zolari saqchilar bilan keskin elishdi deb xabar qildi. Endi qaraylik vatandoshim, Amerika ovoz tarqatgan bir poch xabarda bir bobay o'zi o'rindiqqa o'ltiribdi. Qizil bayroqni bir tarafiga tiklab qo'yibdi. Qizil bayroqning yanida bir bak gaz qachalangan bir bak qo'yilibdi. Demek bugün Wuhan halkı gazdak partlaydı.
gaz bakıdak partlaydı. Kızıl bayrak mı yok? Biz mi yok? Sen mi yok? Bu belki simvolluk menden aytganda. Okan halkının Lopun vilayetlik sakçılar bilen adakça elişinin signali bolish kerak. Hozir sizlar ko'ryapsizlar, Shangongda ittifoqlashish mislsiz darajaga yetdi. Endilikda bu Wukan ittifoqlashib kurash qilishning Jungoda o'lgisini yaratgan bir kent edi. Hozir bu yana boshladi. Jungoning mush rayonni qandaq bir taraf qilishiga sizlar bilan biz yana davomli diqqat qilib turamiz.